Dövlətimizdə qanunluq, amma chet eldə ağır cinayət hesablanadigan bu ishlarni bilamsiz? Yurak berib saqlab eling, sayohatga chiqqanda asga etishi mumkin. Agar siz Nagili barsangiz, simsiz to'r olib olishni yoqtirsangiz, hargiz Angliyaga bormang. Bu davlatda egisining ruxsatisiz simsiz to'r olash qonunsiz bo'lib, og'ir bo'lganda 2 yil qamoq jazosi bilan birga yuqori so'mliq to'lam to'lashingiz mumkin. Agar siz o'qituvchi bo'lib topshiriq berishga amroq bo'lsangiz, hargiz Ruminiyaga bormang. Bu davlatda topshiriqqa nisbatan og'ir tuzum bor bo'lib, o'quvchilarga xohlagancha oila topshirig'i berish cheklangandan boshqa har kuni topshiriq yozish vaqti 1 soatdan oshib ketmasligi lozim. Bayramlarda topshiriq berishmo qat'iy cheklanadi. To'yda qiziqchilik qilishni yoqtirsangiz, Avstraliyaning o'rta janubiy qismiga bormang. Bu joyning qonunida boshqalarning to'yda qalaymiqanchilik chiqarishni og'ir jinoyat deb biladigan bo'lib, yuqori ovozda varqirash, yuqori chastotida muzika qo'yishmi shuning ichida. To'y mashinasining oldin to'siq petinsangiz, oqibati texmi og'ir. Az bo'lgandimi 45 ming yuan jarimani to'laysiz. İt beqishga amroq bo'lsangiz, hargiz Italiyaning Rimga bormang. Chunki Rimda it baqsangizlar, uni sayli qildirmasingizmi qonunga xilof. İt baqqan kundan boshlab cho'qim uning har qanday ehtiyojini qondirishingiz lozim. Undaq bo'lmaydigan bay qilib qolsalar 4 ming yuan jarimani to'laysiz. Hatta buningdan og'ir javobgarlikni ustingizga elishingiz mumkin. Radga qisildigan odatingiz bo'lsa, hargiz Yaponiyaga bormang. Chunki Yaponiyada bu qonunga xilof. Agar siz shu sababli to'qinish keltirib chiqarsangiz, 30 kun tutib turilgandan boshqa yana 50 ming yuan jarimani to'lashingiz mumkin. Agar siz sirtda o'ynashni yoqtirsangiz, hatto ko'p suv ichsangiz, Singapurga berishdan saqlaning. Chunki Singapurda metroga o'tirganda suv ichib tutilib qolsangiz, 2 ming yuan xalq puli jarimani to'laysiz. Dunyoning har qaysi joylarida uyingiz bo'lishni orzu qilsangiz, hargiz Ispaniyadan uy olmang. Chunki bu joyda boshqalar siz yo'q vaqtdan foydalanib uyingizga kirib olsa, 48 soatgacha qo'g'lab chiqarib etolmasangiz, uyingiz boshqalarga tava bo'ladi. Hatto ariz qilsangiz, ariz natijasi chiqquncha uyingizning to'ksu pulini cho'qim siz topshirsiz. Agar siz sayohatga qiziqsangiz, bosh betdagi nomer orqali men bilan bevosita aloqa qilishing. Bosh betda telefon nomerim bor.